Tamaki chekadigan 100 metr yuradi, 50 metr yuradi, oyoq og'riq paydo bo'ladi, kechalari uxlay olmaydi, oyoqni pastga tushirish kerak. Oddiy odamlar qon aylanishi buzilganda yoki diabetik stepani qaysi belgisiga jiddiy qarash kerak? Bunda guruhga bo'lamiz kasallarni. Qandli diabet kasali bor odamlarni, tamaki chekadigan, ateroskleroz kasalligi borlar, asnonom 50 yoshdan baland odamlar bo'ladi. Qandli diabet hozir farqi yo'q. Qandli diabet 30 yoshda ham oyog'ida yarasi bor odamlar bizga murojaat qilyapti. Faqat qandli diabet bo'lsa, oyoq og'rig'i paydo bo'lishi yoki oyoqni sezmay qolishi, yaralar mayda barmoqlarda orasida, barmoq uchlarida yara paydo bo'lishi yoki qizarish paydo bo'lgan vaqtda doktorga murojaat qilish kerak, mutaxassisga. Diabeti yo'q, обычный aterosklerotik bolezn bilan kasalliklarda tamaki chekadigan yurish distansiyasi kamayishi, qisqarishi, 100 metr yuradi, 50 metr yuradi, oyoq og'riq paydo bo'ladi, oyoqda ikronojniy mышцаlarda oyoq qisib og'rishi, yura olmay qolishi, kamina to'xtab dam olishi, keyin yana dalshi yurib ketishi. Bular uje doktorga murojaat qilish kerak. Uje informatsiya beryapti, organizm o'zi aytayaptiki, doktorga murojaat qil. Uje yoki oyoqda postoyanno og'riq paydo bo'ldi, kechalari uxlay olmaydi, oyoqni pastga tushirish kerak, karavotdan yoki yurish kerak bizning sharoitimizda, yoki o'tirish kerak. Qanaqadir kechasi bezovtalik paydo bo'lyaptimi oyoqda, обязательно doktorga murojaat qilish kerak. Qon tomirlarini tekshirish shart va zarur, осложнениялari kelib chiqmaslik uchun.